Men O'zbek va Dilnavo logoped defektologman. Ko'p yillardan beri Umida Jamolovna bilan birga ishlaymiz. Umida Jamolovna bilan erishgan bilimlarimizni oddiy so'z bilan aytganda cheki yo'q desa ham bo'ladi. Bu bilimlarni kitobda uchratmaysiz desam xato bo'lmaydi. Bundan oldin ham ko'plab ustoz shogird kurslarida o'qiganman, lekin asosiy sababi bu yerni Umida Jamolovnani tanlashimning asosiy sababi u kishining bergan bilimlari boshqa joylarda takrorlanmaydi va u ish faoliyatingizda ayni kerak bo'ladigan bilimlar bilan ta'minlaydilar. Umida Jamolovnaning ustoz shogird kurslarida o'qiganimdan so'ng menda ikkita narsa: savobli va daromadli kasbga ega bo'ldim. Men Gulam va Mehribon universitetda olgan bilimlarim yetarli deb o'ylardim. Keyin Umida Jamolovnani ustoz shogird kurslariga qatnashdim va bilimlarimni yanada mustahkamlab, yangi bilimlar o'rganib oldim. Hozirgi kunda shirindan shakar bolajonlarga turli o'zimni bilimlarim orqali yordam berayotganimdan juda ham xursandman. Men qo'rqmasdan bemalol boshqalarga ham Umida Jamolovnani ustoz shogird kurslarida qatnashishlari, bilimlarini yanada boyitishlarini tavsiya beraman. Men Jalilova Mehribon Rahimovna, logoped defektolog. Shahnoza Imonxo'jayeva bor bilimlarini noldan o'rgatganlar. Hozirda daromadli kasbim bor. Men kasbimni juda yaxshi ko'raman. Birinchi o'rinda har bir bolalarni tushunib ishlay olaman. Men Hamzayeva Aziza Laychinovna, Счастливый malыш logoped centrida 4 yildan buyon ish faoliyatimni olib boraman. Birinchi ish faoliyatim Hasanova Umida Jamolovnaga shogird tushishdan bo'lgan. Hozirgi kunda ko'plab natijalarga egaman va Счастливый malыш centrida o'z o'rnim bor. Я Маматкулова Саида Бону, логопед-дефектолог русского направления, выучилась в городе Санкт-Петербург. Приехав в Самарканд, решила работать в логопедии у нас. Выучилась в курсе у Умиды Джамаловны устоз шогирд. Думала, знания мои достаточные, которые выучены в России, но оказались нет. Спасибо Умиде Джамаловне за такой курс, в котором я выучилась и уже работаю, набирая опыта. Men Mehrizo Rahmatovna shu kunga qadar 500 dan ortiq bolalar bilan natijalarga erishib kelmoqdaman. Bu natijalarning siri esa ustozim Umida Jamolovna bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Men Quvvat va Shahzoda ko'p yillardan beri bolajonlarga o'z bilimlarimni berib kelaman. Ko'plab ustozlardan bilim olib, ushbu inklyuziv ta'lim bo'yicha bilimlarimni oshirib, o'qib, ta'lim olib bolajonlarga berishda davom etib kelyapman. Yaqinda mana Samarqand viloyatida ochilgan shu Nurafshon bolalar inklyuziv ta'lim maskaniga o'qituvchi faoliyatiga qabul qilindim. Bu yerda menga Umida Jamolovna o'z bilimlarini berib, qo'ldan kelgancha bu yerdagi barcha jamoa meni iliq kutib olib, mana ancha vaqt bo'lib qoldi. Birgalikda o'zimizni o'sha bilimlarimizni bolajonlarda qo'llab, ularda yangidan yangi natijalarni olib chiqishda qo'limizdan kelganini harakat qilyapmiz.